7 qavatli elitniy lifli domning 7-qavatdan umumiy maydon 82 metr kvadratni o'z ichiga joylagan ideal proyektdagi 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kiraverish qismidan dekor uslubida ishlov berilgan koridor kutib oladi. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, kuxnya, alohida bo'lgan yuvinish xonalari. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, qandalarimiz silingan, pardalarimiz silingan, oyoqdagi to'liq laminat holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Bolalar yotoqxonasi. Manzilimiz Buxoro shahar eski Tsum, 7 qavatli elitniy lifli domning 7-qavatda joylashgan. Kattalar yotoqxonasi 3 xonalik uchun ideal proyekt. Kuxnya, двухконтурный kotel, fartuqlarimiz qilingan holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan holatda. $59,900 ga baholanayotgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizlarga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Drujba ko'chmas mulk agentligining ofisiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.